Demek. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videolar için Urganch yani Gullan yo'lini yanında yo'la yaqin yerda bir zo'r bir zakonniy bir Xavasatchining bir etaj joyimiz bor. Chiqqan ekan sotuvga 160 kvadrat ekan. Bog'lar ham bor, bir o'ta zo'r remont etilgan ekan. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, bu yanimiz yana psixplanesan svetoforu. Bu yanimiz Sputnik Power svetoforu. Şu ikisinin ortasında bir de Galaxy avtosalonumuz var. Şu Galaxy avtosalonun dik arkasında bu joyimizdan zo'r shikan remont etilgan ekan. Lokatsiyamizda Moshida joylashgan. Bir olgan odamga bir nasib etsin, yo'l ham yaqin, marshrut ham hamma 18, Gullan hamma marshrut o'tib turibdi bu yerdan. Taksidan ko'p şey muammo yo'q. Joyimizga yarab o'tadigan bo'lsak, zo'r. Eğer men aytib o'tamiz ham kim joyini sotmoqchi, sotib olmoqchi, ijara olmoqchi bo'lsa, shu ekranda nomerlarni murojaat etaveringlar, har ikkilasi ham yordam beramiz. Hem aytib o'taylik. Shu videomiz kimga bir manfaatli bo'lsa, bir like bosib qo'yishni unutmanglar. Qanday joyimizni video uzatamiz. Hurmatli obunachilar, aytib o'tgan uyimizga ham yetib keldik. Uyimiz yine shuni ko'rinishda ko'cha kanalizatsiyalar chiqarilgan, vodoprovod, svet, suv, gaz hamma o'tirilgan, o'chirishlar ham qistirilgan. 100% dokument tayyor ekan formini. Joyimizni 160 kvadrat, 8 ga 20 metr ekan. Ko'cha qismidan boshlaymiz, garaj ham bor bu joyimizni. Gaz svet o'chirishlar joylashgan. Garajimiz yine ancha keng razmerda tushgan. Polni mashina kirib chiqib turibdi. Bir jentrani sig'dirib gaz chiqartirdik, jentra turadi paket. Shu ko'rinishda ota binolarimiz reyestrlarimiz qo'yilgan. Oyoqlarimiz tashkillantirilgan. Patroqlarimiz plastik bilan qoplangan. Bu tarafda giravaj eshiklarimiz, damir eshiklari yaxshisidan qo'yilgan, sifatlisidan. Giravajimiz bilan dalonimiz, ya'ni qo'limiz. Bedena qo'l yuvish uchun rakonalarimiz, hamma o'zlarimiz o'ta go'zal darajada qo'yilgan ekan. Kafellar urilgan, oynalar qo'yilgan. Bu tarafimizda defensiv zal joyimiz joylashgan. Bu yerimiz 100% patologlar, notojen bilan, gipsokordonlar bilan, figuralar bilan ishlangan. Oboylarimizga kelsak, super mo'yishli oboylardan qurilgan, zo'rindan. Bu tarafda yana zal joyimiz joylashgan. Zal joyimiz ham kichkina emas. Ancha katta ekan bu yerimiz ham. Bu yerimiz ham shu patologlar, gipsokordonlardan figuralar berib ishlangan ekan. Yaqinda remontdan chiqqan ekan, yaqinda ko'chib o'tgan ekan bu yerimiz. Bu yerimizda mebellarni kelishilsa, mebellarni ham tuzab ketadi ekan uy egasi. Kelishimizda ikkita mana ba'zi bir jihozlar qoladi, ba'zi birlari ikkitadi. Eshiklarimiz NDF eshiklardan qo'yilgan. Desinsalarimiz orqa qismlarida ishlangan ekan, chiroylatib berib. Bu yerimizdan shu mebellarimiz va televizorlarimiz kelishilsa, ularni tuzab ketaman dedi uy egasi. Oyoqlarimiz g'ollar joyga. Bu yerimiz ham yerimiz yog'och pol bilan o'tilib, lak urilgan, hammani lak urilgan. Bu yerimizda yana ikkinchi xonamiz, ya'ni детский spalnimiz. Bu yerimiz ham oboylar bosilib, polni 100% tayyor, registrlar ham qo'yilgan. Bu tarafimizda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimizda unitazi, vannasi qo'yilgan, polni 100%. Real firmasining aristolarimiz qo'yilgan. Patolog kafelari bosilgan, patologlar plastik bilan ishlatilgan. Bu yerda endi 3-xonamiz, ya'ni kattalar spalnisi. Bu yerimiz ham shu 100% oboydan chiqarilgan, hamma joyi tayyor. Zamonaviy registrlarimiz qo'yilgan, formalari zo'rindan qo'yilgan. Bu yerda ham shu mebellar kelishilsa, buni ham ketadi, kelishsa tashab ketadi. Bu tarafimizda oshxonamiz. Bu yerda veja hammasi qoladi ekan 100%. Bu yerimiz ham shu fortiklar urilgan, zamonaviy kotellar qo'yilgan. Hamma tayyor bu yerdan. Bu tarafda bog' qismimiz ham bor bu yerda. Bog'imiz ham kichkina emas. Ziloniy zonalar aytilgan. Daraxtlar quyilgan chiroylatib. Bel sal kattaroq quyib berib, topchan qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi bu. 100% tayyor ham yer. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, ekran chiqarib qo'yamiz. Kimni qiziqtirsa, ekranda nomerlarga murojaat etib qiziqaverasizlar. Kimda shu videomizni yoqqansa bir like bosib qo'yishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat hammaga.